Qumqo'rg'on tumani To'da mahallasi. Uzoq yillardan buyon bu yerda yashovchi odamlar to'da bo'lib muammolariga yechim izlamoqdalar. Muammo shuki, bu yerda oqar suv yo'q, ichimlik suvi ham. Quloqqa g'alati eshitiladi. Suvsiz yashayotgan odamlar hayotini bir tasavvur etib ko'ring. Suv hayotning birlamchi omili. Suvsiz yashab bo'lmaydi. Shunday deymiz-u, yillar davomida suvsizlikdan qiynalib yashayotganlarning ahvolini bilish uchun ayni shu hududda yashab ko'rmoq kerak. Gap shundaki, mana 20 yildirki Qumqo'rg'on tumani To'da mahallasi aholisi ichimlik suvi va oqar suv yo'qligidan aziyat chekib kelishmoqda. Ularning Mushtum jurnaliga yo'llagan murojaati sababli biz jarayonlarni o'rganishga kirishdik. Ilgari aniqrog'i 20 yil avval bu yerlarda suv muammosi yo'q edi, lekin vaqt o'tishi bilan suv muammosi vujudga keldi. Bu borada mahalla ahlining murojaatiga quloq tutamiz. Mushtum jurnaliga yo'llagan murojaatingiz tufayli biz bu yerga keldik. Murojaatingiz mazmuni haqida qisqacha tushuntirib o'tsangiz. Bundan 25 yil oldin fermer xo'jaligi bor edi. Shundan suv ichardik. Fermer xo'jaliklar bizda bo'lmay qoldi, yo'q bo'lib bu nosozlar olindi. Shundan keyin bizda suv muammosi paydo bo'lib, suv bo'lmay qoldi. Yillar o'tib ketyapti. Mana oxiri majbur bo'ldik. Oqova suv olib kelamiz. Bundan ko'nglimiz qolib, endi kran suvga o'tmoqchi bo'ldik. Kran suv bizdan 1 kilometrga keldi, to'xtab qo'ydi. Bizga endi o'tmas ekan. Biz endi vodovozda ichimlik suvini tashiymiz. Qishloqdagi unumli yerlar, aholi tomorqalari suvsizlikdan qaqrab, yantoqzorga aylangan. Umid bilan ekilgan serhosil daraxtlar birin-ketin qurib qolmoqda. Odamlar bir mashina ichimlik suvini 100-120 ming so'mga sotib olishadi. Bu esa bir oilaga 10-12 kunga yetadi xolos. Keyin yana suv sotib olish kerak. Hatto chorva uchun ham suv yo'q. Bog'roq degan narsa esa tush kabi. Shaharliklar yozda hovuzga tushish haqida o'ylashsa, biz esa bir chelak suv topish haqida bosh qotiramiz. Xuddi shahardagi ko'p qavatli uyda yashovchilar kabi hamma narsani sotib olamiz. Ko'katlarni ham deydi mahalla ahli achchiq kinoya bilan. Ham havas qilamiz, masalan, prezidentimizning qarorini eshityapmiz. Tomorqadan foydalanish 20 million, 30 million foyda ko'rishni xohlaymiz. Bizga Toshkentda do'mbidan farqi yo'q-da. Sotib olamiz, kartoshka sotib olamiz, piyoz sotib olamiz. Karam yegimiz kerak, ko'katlar ekilmaydi bizda. Biz shunday havas qilamanki, uyimda oltita gul bo'lib ko'kat bo'lishini. Odamlar uy-joylarini tashlab ketishga majbur. Yosh yigitlar shunday muammolar girdobida qolgan qishloqqa tug'ilganligidan pushaymon bo'lishmoqda. Qishloqdagi ish yo'qligi, tomorqada ishlash uchun suv yo'qligi tufayli ular rizq nasiba izlab Rossiyaga mardikorlikka ketishgan. Erkagi kam qishloqda hamma og'ir ish yumushlar ayollar zimmasiga yuklatilgan. Bizni boqayotgan o'g'illarimiz emas, suv bo'lishi kerak edi, deydi mahalla oqsoqollaridan biri Juma bobo. Menda 20 sotix yer bor. Hech nima ekayotganim. Suv yo'q, nima qilaman uni yeyib? Yekkan toram qurib ketyapti. Jaliga yegami qurib ketadi. Charchadik, 25 yildan beri bizim bormagan onamiz qolmadi, rayonam qolmadi, viloyatim qolmadi, hammasiga borib chiqdi. Suv yo'q agarlarda. Molimiz yo'q, yashab berganlar. Daraxtlar yo'q, buyog'i. Yekamiz qurib ketadi, yegamiz qurib ketadi. Hozir men nimagadir yig'layapman. Shunday yashashda xo'rligim kelib yig'layapman. Sog'ligimni yo'qotdim, uyga kelib qaytamga. Suv yo'qligidan. Yazlarga chiqsak, narigi tomonimiz yashnagan. Biz yig'lagan kunlarimiz bo'lib, shu adirga chiqqandan keyin narigi tomoni agarotlari shunday jannat bo'lyapti. Biz tomon sahro bo'lyapti. Shunday bir issiq havorlar chiqib, shunday dunyoda qaysi mamlakatda yashayapmiz? Bu tomonimiz qanday yashayapti, biz qanday yashayapmiz deb yig'lagan kunlarimiz bo'ldi, tepaliklarga chiqib. Suv akilishdan shu yoqlardan ham iloji bormakan degan umidda chiqdik, lekin ilojimiz bo'lmadi, u yoqdan suv akilolmaydi. Haqli savol tug'iladi. To'da nomli mahallada odamlar qachongacha to'da bo'lib suv kutib yashaydi? Qachon bu manzara o'zgaradi? Masalaga yechim bormi? Bor deydi shu mahallada yashovchi Nasiba opa. Shu ariqda yo'nalishi qishloqimizgacha 2 kilometr chiqar-chiqmas yo'nalish. Bu yerda ham suv endi loyiha noto'g'ri qandaydir bilmaymiz, shunday boshlaganda shunday qolib ketgan bu arig'imiz. Qani agar imkoni bo'lsa bizga yordam qilsa, mana shu arig'imizdan suv oqsa-da. Menimcha hamma narsani imkonini qilyapti. Bular hech narsa bo'lmasa kerak.
Davlatimiz rahbari tomonidan inson aziz tamoyili asosida keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda. Odamlarning bugunidan rozi bo'lishi, farovon hayot kechirishining choralari ko'rilmoqda. Shunday bir sharoitda Qumqo'rg'on tumani To'da mahallasi aholisini suvsiz qator muammolar ichiga tashlab qo'ygan Qumqo'rg'on tuman hokimligi davlatimiz rahbarini inson manfaatlari har narsadan ustun degan xalqchil siyosatidan bexabarmi yoki ular bunga xayrixoh emasmi? Mana shu mavzu yuzasidan Surxondaryo viloyati hamda Qumqo'rg'on tumani hokimligidan ijobiy javob kutib qolamiz. Mushtum jurnali ushbu mavzuga yana qaytadi.